Assalomu alaykum Lion House kuzatuvchilari. Biz 13-dahadagi obyektimizning 5-qavatidamiz. Xudo xolasa tom yopishga tayyorgarlik qilyapmiz. Bu yoqda tom qismida hozir men sizlarga ko'rsataman. Tom qismini to'liq video obzorini olib berishga harakat qilaman. Qismi bon plitalari bosib olingan. Bu taraflar tom yopishga tayyorgarlik ko'rilyapti. Bu yoqda mana 5-qavatdamiz. Bu yerda ko'rinish 13-o'rtasiga tushdi. Bu taraf ham bog'cha, bu tarafda ikkita bog'cha bor. Bu tarafimizda ikkita bog'cha bor. Bu yoqda to'g'rida maktabimiz joylashibdi. Biz ko'rinib turibdi, qanaqa joyda joylashgan. Eng asosiysi hamma kommunikatsiya 100% kelgan. Gaz, svet, suvdan umuman muammosi yo'q. Samig'ani pishgan ishdan qurilyapti. Xonalarimiz bir xonalik, 2 xona, 3 xona, 4 xonalik uylar. Hammasi mana proyektim ketyapti. Buni bizning planimiz xudo xolisa inshaalloh avgust oyiga topshirib, o'z egalariga uylari kalitlarini topshirishga harakat qilmoqchimiz. Lekin aslida bizning maqsadimiz haqiqatan ham shu 100% tugatib topshirish. Shu vaqtgacha bo'lgan oraliq